Arzon kiyimlarning ichida qimmat insonlar ham bor albatta. Bular kerak ekan soki. Ha, o'zimiz gaplashamiz, aka. Qo'ying yoki depilamiz, o'chiring kamerangizni. Nima bo'ldi? Kimingiz kir bo'lsa yoki dog' bo'lsa, uni yuvsangiz ketadi. Agar siqirtiligingiz qalbingizda bo'lsa, u hech qachon ketmaydi. Foydasi. Qani ko'raman. Hozir ko'rasan mana. O'zing vaqtimni olasan. Ular hozir ko'rasan. Yo pulimni olasan. Ha? Tushundingmi? Shuna puling ko'payib ketdimi? Har oyog'ingizni qissa poy afzal, noyob bo'lsa ham undan kechmoq afzal. Aytgancha, hamma oyoq kiyimlarimiz aksida 49 ming so'mdan. Agar men isbotlab bersam, bularga umuman hech qanaqa yomon gap gapirmaganligimni isbotlab bersam, okey? O'shani gaplashamiz, xudo xohlasa. O'shani. Ha, gaplashamiz. Agar siz nima qilasiz, okey? Men nima qilishim kerak? Men sizga должен emas, ishtimaga. Ko'kala mana shunaqada. Alloh mehribon. Alloh o'zi kimligini ko'rsatib qo'yadi. Oldin 40 yilda qaytardi, hozir 40 sekundda qaytadi. Bu degani taksi qilib yursa, xohlagan ishimni qilaman, xohlagan gapimni gapiraman degani emas. Mana bu narsaga juda ehtiyot bo'lish kerak. Tarmoqda bunaqa, asl hayotda bunaqa bo'lish kerak emas. Bahoni o'zingizlar berasizlar, kimligini va kim qanaqaligini.